Assalomu alaykum qadrdonlar. Uy qurmoqchi bo'lganlar yoki quruvchilar uchun juda ham foydali videolardan bittasi bo'ladi. Sababi vitichkalar haqida gapirib o'tamiz. Vitichkalar bu bilamizki uyimizda eng asosiy qismlaridan bittasi hisoblanadi. Uyimiz mana shu vitichkalar orqali nafas oladi. Vitichkalarsiz uy qurish kerak emas xullas. Chizmalarda qanaqa, hayotda qanaqa ishlatiladi, bular haqida video rasm qilib tushuntirib berishga harakat qilamiz. Va bizni chizmalarimizda mana podvalni planini ko'ryapmiz hozir. Mana bu strelka qilib ko'rsatib qo'yilganlari bu ko'k rangda, qizil rangda turibdi. Vichkalar hisoblanadi. Ko'k rangda ko'rsatilgani plastmas turbadan diametri 100 diametrli vichka hisoblanadi. Mana bu qizil ko'rsatib turilgani asbest turbadan qo'yiladi kotel uchun. Odatda biz kotelni xonaga ikkita zapasi bilan bizda 3 talab tashab ketamiz. Plastmas turbalar havoni, demak, xonani havosini tozalab turish uchun, xona nafas olish uchun ishlaydi. Asbest turbalar par kotelni parlari chiqib ketishi uchun ishlaydi. Va asbest turba birinchi qavatda oshxonada ham ishlatiladi, mana qizilda ko'rsatib belgilab qo'yilgan. Endi e'tibor beramiz. Podvalda o'zi xonalarda vazifasidan kelib chiqib, havo aylanishi qarama-qarshiligidan kelib chiqib, arxitektorlar qo'yib ko'rsatadi. Kerakli burchaklarga xona kattaligiga qarab bitta yoki ikkita qo'yilishi mumkin. Demak, strelkada turganlari bu mana shu etajga tegishli degan ma'noda keladi. Va buni sizlarga yon tomondan ko'rinishini ko'rsatadigan bo'lsam, mana bu regel taxminan regeldan xuddi mana shunaqa holatda chiqib turgan bo'ladi. Buni ba'zilar pastdan ham tushirib yuborishadi. Odatda biz mana shu regelni to'g'risidan chiqarsak ham bo'ladi. Xo'p, birinchi qavatda planida e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu yerda prosta dumaloq holatda turibdi. Bu ham. Bu nima degani? Bu podvaldan chiqib kelayotgan vichkalar hisoblanadi. Bu cherdakgacha ketadi, ba'zilari tomdan ham chiqib ketadi. Mana bu strelka ko'rsatilgani bu mana shu etajga, ya'ni birinchi qavatga tegishli degani. Dumaloq bo'lgani esa bu podvaldan chiqib kelyapti degan ma'noni bildiradi, o'shanda adashib qolmaymiz. Mana bu podvaldan chiqib kelayotgan vichkalarimiz bu mana shu etajga tegishli. Ikkinchi qavatda ko'radigan bo'lsak, shu mana podvaldan chiqib kelayotganlari, birinchi qavatdan chiqib kelayotganlari hammasi mana shu ikkinchi qavatda juda ham ko'p bo'ladi vichkalar. Keyin bitta joyda 3 ta 4 ta yig'ilib qolishi bu katta muammo emas, binoni konstruksiyasiga zarar yo'q. Naborot mana shu joyda setka tashab turib mustahkamroq ketilsa bo'ladi. Binoni konstruksiyasiga umuman zarari yo'q. Demak, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Prixoshka uchun vichka olib o'tilgan. Bu yerda devorlarda imkoniyat bo'lmagani uchun bu yerdan olib o'tilgan. Demak, hayotda ham patolog orqali bu yoqqa olib chiqib qo'yilsa bo'lar ekan. Ya'ni bu yerdan ketadi, devor orqali tepaga tortib ketadi. To'g'ridan to'g'ri ko'chaga olib chiqib bo'lmaydi. Buni tepaga tortib ketadigan bo'lsak, havoni yaxshi tortadi. Demak, ikkinchi qavatni ham ko'rib turibmiz. Xuddi mana shunaqa holatda chiqib kelyapti. Keyingi masala proyektlarda o'lchamli varoda buni razmerlari qo'yiladi. Qanaqa masofada devordan qochib turgan bo'lishi kerak. Endi g'ishlarning hisobini olib arxitektorlar tashab ketishadi mana. Podvaldan chiqib kelayotgan bu mana shu birinchi qavatga tegishli vichkalar. Mana shunaqa razmer qo'yiladi. Demak, tushundikki, strelka bori mana shu etajga tegishli ekan. Buni videolarda ham ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Xo'p, bizda oxirgi regel qator qolgan va mana bu qo'limdagi narsa bu juda muhim narsa hisoblanadi. Обязательно tashab ketish kerak. Buni kelib o'zimiz kesib tayyorladik. Quruvchilarga yordam bo'lishi uchun. Xo'p, e'tibor beramiz. Bu regellar o'rtasida turadi. Xonaga, har bitta xonaga ikkitadan mo'ljallab tashab ketish kerak bo'ladi. Bu cherdakgacha ketadi. Tepaga qarab, bunga davom ettirib ketiladi. Vichka. Bu kamida 80 tali, 100 tali plastmas turbadan har bitta xonaga ikkitadan qo'yib ketish kerak. Bilamizki, xonalarni
tepasida o'sha kir, og'ir havo yig'ilib turadi xonani tepasida. O'sha narsani bu doim tozalab turadi. Xonada umuman zax bo'lmaydi. Podval bo'ladimi, birinchi qavat bo'ladimi, hammasini o'sha tozalab, havoni tozalab turadi.